43 yoshli erkak kishi bemor, juda ham qiynalgan. Bemorda chap buyragida juda ham ko'plab toshlar bezovta qilgan. Ko'rib turibsizlar. Operatsiyagacha ahvolim jicha chatag'ida. Boshqa joyda bunaqa sharoit yo'q. Operatsiya qilish olmadi. Operatsiya qilishdi, mana operatsiyadan chiqdim. Holatim a'lo, xudo xolasa. Haqiqiy medard, ketasan bedard degani shu ekan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz sizga yana bir bemorni shu kasallikdan forig' bo'lganligi haqidagi videoni ulashmoqchimiz. Bu bemorimiz 43 yoshli erkak kishi bemor, juda ham qiynalgan. Bemorda chap buyragida juda ham ko'plab toshlar bezovta qilgan. Ko'rib turibsizlar. Bu tibbiyotda karal toshlar deb ataladi. Bundan tashqari bemorda buyragida ichida ko'plab miqdorda yiring yig'ilgan, ya'ni pernefroz kasallik. Ushbu kasallikda operativ davo o'tkazilishi shart va majbur bo'lgan kasallik hamda bu operatsiya biroz murakkabroq operatsiya sababi ertaga infiltratsion proseslar bemorga hamda xirurgga birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Operatsiya juda ham chiroyli yakunlandi hamda 3-kunida bemorni ambulator davoga chiqaryapmiz, uyga javob beryapmiz. Hozir bemorning fikrlari bilan sizlar bilan bo'lishmoqchi edik. Andijonda 3-4 ta klinikaga uchradim. Shu bizda unaqa sharoit yo'q. Professional operatsiya qiladigan doktorimiz yo'q. Farg'onadan yo Toshkentdan chaqiramiz dedi. Shunga endi shu Oybekni tanlab, mana o'zim keldim, xudo xolasa, qarab mana meni davoladi. Avvalo kasal bo'lmanglar, kasal bo'lsanglar, Medardga kelaveringlar.